Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda birinchi video. FIFA 18 da karyera treneri ochib, yangi jamoani birgalikda ko'taramiz. Yangi jamoa emas, Real Madridni tanlaymiz. Real Madridni o'sha o'zimizga yoqqan sostav yig'ib, o'zimizga yoqqan o'yinchilarni yig'ib, shu ideal jamoaga aylantirishga harakat qilamiz. Real Madridni tanlab olamiz, sozdать karyera qilib, Real Madrid jamoasini tanlaymiz. Undan keyin mana ko'rib turganlaringdek trenerimizni tashqi ko'rinishini tanlab olishimiz kerak. Har xil variantlar bor. To'g'ri, bu yangi FIFA 24-25 larga o'xshab juda ko'p variant bo'lmasligi mumkin, lekin faqat chetda o'zimiz ko'rgan variantlardan tanlashimiz mumkin. Deylik, mana shuni tanlaymiz. Xo'p, endi nomini, ya'ni ismini qo'yishimiz kerak trenerimizni. Trenerning ismiga rosa o'ylandim, bunga ham nima qo'yishni bilmadim. Bironta nom qo'yaymikin dedim, lekin mayli, o'zim ismimni yozib qo'yaveraman. Ismim Abdumo'min, kanalimizda yozilgan, kanalimning nomiga yozilgan. Abdumo'min, familiyasiga Alimov deb yozamiz, chunki meni familiyam Alimov. Endi grajdanstvo trenerimizni qayerdanligini tanlashimiz kerak, ya'ni qaysi davlatdanligini. Portugaliyani tanlayman, chunki baribir Ronaldo. Shunga Ronaldo bilan bitta davlatdan bo'lishligi uchun Portugaliyani tanladim va keyingi joyga o'tamiz. Xo'p, keyingisida bizda parametrlari chiqyapti, ya'ni qanaqangi nastroykalarda o'ynashimiz. Yevrokuboklarda yoqib qo'yamiz. Yevrokuboklarda yoqamiz, ya'ni birinchi yildan Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi, har xil ligalarimiz qo'shilsin. Hammasini yoqamiz, keyin transferni oknoni yopib qo'yamiz. Birinchi yiliga bu. Birinchi hozir biz trener bo'ladigan yilimizni yopib qo'yib, keyingi etapga yo'l olamiz. Yozgi turnirlarga o'ylab o'tirmasdan atkaz beramiz, chunki bizga kerak emas. Bizni oldinda hali Chempionlar Ligasi, La Liga, Kubok o'yinlar kutib turibdi. Shunga sraz atkaz berdik. Keyingisi bizda pochtalar kelyapti. Xo'p, har xil pochtalar, bu yangi komandaga qo'shildingiz, qanaqangi yil davomida nima qilishingiz kerak, sizdan kutilayotgan narsalar hammasini yozib qo'yadi. Xo'p, Marceloga предложение keldi, lekin qabul qilmaymiz. Marcelo kerak. Birinchi yili hech kimni sotib yubormaymiz ham. Shu tarkib bilan yutamiz hammasini, hamma Chempionlar Ligasini, La Ligalarni hammasini yutamiz. Kazemiroga ham keldi, отключить qilamiz. Bular kerak emas. Kazemirolar hammasi qolish kerak bizda. Mana shu tarkib bilan, mana shu ideal tarkib bilan Real Madrid 2018-yilgi tarkibi bilan hamma kuboklarni yutishga harakat qilamiz. Hop, yerdan endi trenirovkalarga o'yinchilarni qo'yishimiz kerak. Darajasiga qarab, qaysi o'yinchilarni ko'tarish kerak, shularga qarab qo'yamiz, krossga qo'yamiz. Hop. Yo'q, to'xtaylik. Hozir katta o'yinchilarga qo'ysak baribir bo'lmaydi, chunki katta o'yinchilarda o'zi o'yin amaliyoti ham ko'p. Ham ko'tarilib ham ketaveradi har o'yinda, lekin pastroqlarga qo'yamiz. Masalan, Sebalosga qo'yaman birinchisini, keyingisi Pozashdan qo'yaman, yo'q. Lashtadan qo'yaman. Nacho. Yo'q, Valyaxoga qo'yamiz. Valyaxoga qiyindan qo'yamiz. Chunki nimaga darajasi pastlar, masalan 77, 76, mana shunaqangilar o'yin amaliyoti kamroq bo'ladi. O'yinga tushish kam. Shunga faqat asosan trenirovka orqali ko'tarilishi mumkin yoki o'yinga tushsa ham ozgina vaqtga tushishi mumkin zamin bo'lganda. O'shaning uchun faqat shunaqangi darajasi pastlarga qo'yishimiz kerak. O'shanda ozgina ko'tariladi. Lekin darvozabonda Keylor Navasga qilaveramiz, chunki 84 Keylor Navasni ko'tarishimiz kerak. Mayli, oxirida umidsizlikdan Benzemaga ham qo'yib qo'yamiz va o'tkazib yuboramiz. Birinchi trenirovkalar kerak emas, o'zi trenirovkalar qilishcha shart emas. Bizga asosiysi o'yin. Hop, o'yinni sekin yetib boramiz. Birinchi o'yinimiz bizda Barselona bilan final. Hop, Kiko Casillasga kelyapti, Arendaga keldi. Mayli.
Birinchi o'yin bizda Barselona bilan yana Nacho Fernandesga keldi. Nacho kerak. Отключить qilamiz. Hop, birinchi o'yin bizda Barselona bilan yana kelyapti. Предложение Marceloga keldi. Arsenaldan 52 millionga buni ham yo'qmiz. Keyingisi, asosiy tarkibni ko'rib qo'yishim kerak. Asosiy tarkib xuddi shunaqa joyida, o'zi ideal. Faqat zaminni to'g'rilashim kerak. Menda Kiko Casillas ketyapti, o'rniga Kiko Casillasning o'rniga Ceballos qo'yib qo'yishim kerak. Casillasni olaman, Ceballos bilan almashtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu ideal tarkib sahnaga chiqamiz. Keyingi o'yinlarga o'tkazamiz. Barselona bilan kubok finali bu yilning boshlanishidan oldin mana press konferensiyada qatnashamiz va Real Madridga albatta motivatsiya beramiz. Birinchi o'yin yangi murabbiy albatta eplaymiz. Barselona bilan birinchi o'yin mana bu yerda bizni skautlarimiz topgan o'yinchilar. Bularni keyin ko'rib qo'yamiz. Qaysi davlatdan qancha o'yinchi topdi, qanaqa o'yinchilar topdi. Xo'p, o'yinni boshlaymiz. Real Madrid Barselonaga qarshi. Qani bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum hammaga deb boshlab sharhlab qolishim mumkin arada. Lekin agar shu qiziq bo'lsa, sizlarga sharhlashim yoki bir boshqacha qanaqadir ideya bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozaveringlar. O'yinni boshlaymiz. O'yinni Barselona boshlab beradi. Luis Suarez boshladi o'yinni. Deulofeu, Rakitic, Sergio Busquets, Mascherano, Rakitic. Barselona hujumga o'tishi mumkin. Toni Kroos to'pni olib qo'yapti. Modricga pas, Gareth Bale'ga o'ng qanotdan Gareth Bale. Dalni burchagiga kirdi, uzoq burchakni nishonga oldi va super gol urmoqda. Mana bu Alimovdan yaxshi yurish. Videoni davomini tezlashtirib olishga to'g'ri keladi, chunki video juda ham uzun. Real Madridda to'p, Marcelo, Toni Kroos, Benzema, Modric Real Madrid hujumga o'tyapti. Sergio Busquets to'pni olib qo'ydi. Rakitic, Luis Suarez o'ng qanotdan o'tib ketishi mumkin edi Barselona, lekin Toni Kroos shu yerda to'pni olib qo'ydi. O'rtalab markazdan kirib boryapti Toni Kroos, zarba beradi Ter Stegendan, super save. Ter Stegen o'tkir burchakdan to'pni olib chiqyapti. Jarima maydonchidan to'pni uzatib beradimi? O'yinchini oldiga chaqiryapti Kroos, Modric bilan o'ynadi. Uzatma. Kazemirodan zarba va Ter Stegen o'z joyida. Barselona to'p bilan Luis Suarez, chap qanot bilan Deulofeu bilan o'ynadi. Yana Luis Suarez va super pas, Deulofeu birga bir vaziyat va zarba, qaytgan to'pni Rakitic darvozaga joylab qo'ymoqda. Super pas Luis Suarezdan, Deulofeu birga bir vaziyatda zarba berdi. To'p darvoza to'siniga tegdi va qaytgan to'pni Rakitic ochiq qolgan darvozaga joylab qo'ymoqda. Hisob 1-1, o'yin davom etadi. Gareth Bale hujumga o'tyapti. O'ng qanotdan kirib boryapti Gareth Bale to'pni oldirdi va shu joyda Jordi Alba yaxshi o'yin ko'rsatdi. Shu bilan birinchi taym o'z yakuniga yetyapti. Hisob 1-1. Ikkinchi taymda eplaymiz. Real Madrid baribir Barselona ustidan g'alaba qozonadi. Mana ikkinchi taymda Gareth Bale hujumga o'tyapti. O'ng qanotdan jarima maydonchiga kirib bordi, zarba. Voy, Gareth Bale ozgina noaniq darvozani ozgina ham emas-ku, lekin o'ngroqdan noaniq zarba berdi. Barselona hujumga o'tyapti. Lionel Messida to'p
Jarima maydonchiga uzatma, Carvajal to'pni qaytaryapti. Kovacic mana bu yerda Real qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Benzema bitta himoyachi bor, Ronaldoga uzatma, Cristiano Ronaldo deyarli 2-1 vaziyat, zarba berish kerak, lekin Jordi Alba yetib keldi. To'g'ri, bu o'zimning xatoyim, o'zim yo vahviyroq tepishim kerak edi, yo boshqa narsa qilishim kerak edi. Keyin mana ko'rib turibsizlar, Ronaldo jarohat olyapti. Almashtirishga majburmiz. Asensioni tushiramiz. Marcos Asensio Ronaldoni o'rnini egallaydi. Top Real Madridda Kovacic yana Real qarshi hujumga o'tib mumkin. Toni Kroosdan pas. Fikrlaringni yana kommentlarga yozib qoldiring. Lekin muhimi g'alabaga erishyapmiz. Barselona boshlayapti. Kalu, Rakitic, Sergio, Paulinho, Jordi Alba. Barselona hujumga o'tyapti. Chap qanotga uzatma, Luis Suarez bor. Luis Suarezdan uzatma, Lionel Messidan gol. Hisob tenglashyapti. Barselona hisobni tenglashtiryapti. 2-2. Va pas zo'r bo'ldi Suarezdan. Messi yaxshi foydalanib ketdi, tan olish kerak, foydalanib ketdi. Lekin bunga bizni ham tezkor javobimiz bor. Asensiodan darhol pas Gareth Bale'dan yana bir pas Benzemaga va Benzemadan gol. 3-2. O'yinda ko'rishamiz Barsa bilan. Va shu bilan birinchi o'yinimiz o'z yakuniga yetdi va biz g'alabaga erishdik. 3-2. Mana bizni murabbiy trenerimiz Aliyev Abdumomin Kamina Real Madridni mag'lubiyatdan qutqardim. O'zim mag'lubiyatga uchramasdik. Durangdan qutqardim, lekin bunda ikkinchi o'yini ham bor. Ikkitali o'yin, birinchi o'yin uyda bo'ldi, Santiago Bernabeuda, ikkinchi o'yin Camp Nou'da bo'ladi. 3-2 Benzema, Bale hamda Asensiodan gol. Super o'yin ko'rdik. Va mana sizlar uchun svideniani ko'rsataman, ya'ni statistikasi, o'yinning statistikasini ko'rib tanishib chiqishlaring mumkin. Xo'p, bizda darhol ikkinchi o'yin Barselona bilan. Xo'p, yana bizga zaпрос ketdi. Varanga yo'q. Darhol atklament qilamiz bularni. Sotmaymiz, o'yin sotmasligimiz kerak. Shu tarkib bilan yutishimiz kerak, shart va majbur. Bu safar endi Barselonaga kritika qilamiz, ya'ni ularga ozgina tanqid qilamiz va finalda oxirgi o'yin, ikkinchi o'yin Camp Nou'da borib, mehmonda g'alabaga erishib kelamiz. O'yinga darhol ketamiz va bizda aytgancha Cristiano Ronaldo jarohat oldi. O'rniga Marcos Asensio asosiy tarkibda o'yinni boshlaydi. O'yin bugun Camp Nou'da Real Madridga qarshi o'ynayapti Barselona, ya'ni bizga. Lekin biz mehmonda ham Camp Nou'da ham mag'lubiyatga uchramaymiz. O'tgan o'yinda 3-2 yutgan bo'lsak, bu o'yin shu Barselonadan gol o'tkazmasdan o'ynashga harakat qildim, juda harakat qildim. Va mana o'yinni boshidan hujumga o'tishga harakat qildim, hujumga o'tdim. Bag'aga ozgina Barselona qo'lga oldi to'pni. To'g'risi Barselonada to'pga egalik qilish bo'yicha ustunlik bo'ldi. U ham katta farq emas. Adashmasam, oxirida ko'rsataman 50 tur 46 bo'ldi, adashmasam.
Sergio Ramos plays with Rafael Varane in central defence. Toni Kroos starts with Luka Modric in the centre of the park. Karim Benzema is the lone striker today. In quickly. Well, there is a favourite, no doubt about that. The bigger team should fancy the... Real Madrid to'pga egalik qilishga qarab o'tirmaydi. Agar Real Madrid jahli chiqib qolsa, hech kim ayab o'tirmaydi. Ayab o'tirmasdan gollar soladi. O'shanga to'p nazoratiga ham qolsin. Sergio Busquets. Could be a chance here. They've got the ball into a good area. Threads it through. Interception on Mascherano's attempted pass. O'yindagi eng qiziq super vaziyat mana shu yerda bo'ldi. Bu yerda men hujum qilib turdim. Toni Kroosda shu joyda Pike to'pni olib qo'ydi. Tezda Kaluga uzatdi. Kalu betda uzatma berdi Sebaliosga. Sebalios Carvajal yana shu yerda to'p oldirildi. To'g'risi bu o'yin juda ko'p xato bo'ldi. Mana shu yerda Kalu chiqib ketdi va birga bir vaziyatda Keylor Navas super save qildi. Undan keyin Barselona mana burchak to'pidan o'ynab ketyapti. Uzatma, yana bitta zarbani Keylor Navas yana qaytaryapti. Endi keyingi burchak to'piga e'tibor beramiz. Aynan mana shu o'yinchidaman. Boshqa joyga ketyapman. Umuman hozir mana hozir mana umuman mana shu yerda Carvajal hayotida qilgan eng katta xatosini endi hazil lekin bilmadim, g'ir jinnili ish qildi. Jarima maydon ichida juda xato ish qildi va hakam tezda qarab o'tirmasdan sirrazib penalti berdi. Lekin kamtarin shet degan bu Barselona deganlari hali uralmasa kerak. Lekin topamiz aynan qaysi tomonga tepdi va men to'sdimmi, to'smadimmi shuni ham yozib qoldiringlar. Balkim shu joygacha sizlarni aldab kelgandirman. Gol urib qo'yishgandir, balkim to'sgandirman. Endi men to'smasam uyat-ku. Xullas kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bildim, ko'nglim sezdi. Baratasi ham kelyapti, teshtigini ham kelyapti. Lekin hech nima qilib berishamaydi, hech nima. Shu joyda to'p topib qo'yamiz. Sebalios, Karim Benzema ketdik. Ho'kizda shuni qilib o'tib. Mayli, muhimi g'alaba qozonyapmiz. 0-1. Shuncha o'yindan shu qiziq vaziyatlar bo'ldi. Offside bo'ldi Suaresda. Shu bilan o'yinimiz o'z yakuniga yetish arafasida edi. Mana yerda yana xato. Pike, Paulinho, Jordi Alba shu bilan Barsani mana oxirgi hujumi bo'lyapti. Paulinho, Suarez, yana Sebalios oldi, keyin yana oldirdi. Messi, Paulinho, Kalu tepadi va Keylor Navas albatta shetda. Shu bilan o'yinni tugatamiz va biz g'olibmiz va biz chempionlarmiz. Real Madrid, vamos, Hala Madrid. Soy lucha, soy beleza. Real Madrid, Hala Madrid, Gareth Bale'ga ham, Benzemaga ham gap yo'q. Hamma o'yinchilarga gap yo'q. Albatta o'zimga ham gap yo'q, gapirish mumkin emas. Shunaqa qilib, mana Ramos tog'amiz kubokni ko'tarish uchun kelyaptilar. Nacho hamma o'yinchilar shetda. Sezon boshlanmasdan, mavsum boshlanmasdan turib Real Madrid kubok ko'taryapti. Sergio Ramos keldi kubok ko'targan va
Dos, tres, Hala Madrid. Tabriklab yozsalaring bo'ladi. Kommentariyada mavsum boshlanmasdan kubok oldik. Mavsumda ham hamma kuboklar bilan tugatamiz. Treble qilamiz. Real Madridda akalaring bor. Real Madrid hali ko'p o'ynaydi. Ko'p kubok yutadi hali. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalarimiz bu yerda ozgina rasmga tushib bayram qolishadi. Videomiz yoqqan bo'lsa kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring, like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.